Assalomu alaykum Zafar Umra obunachilari. Mana sizlar bilan Centrum kompaniyasida Umra ziyoratiga sizlar taklif qilamiz. Xudo xolasa 14 kunlik paket. Bu 14 kunlik paketimizda 2 kecha 3 kuni Madina Munavvarada, 11 kunimiz esa Makka Mukarramada bo'lamiz. Mana shu 14 kunlik paketimizga nimalar kiradi? Men sizlarga tanishtirib o'taman. 14 kunlik paketimizda Madina Munavvarada 2 mahal taom bo'ladi. 2 mahal taomdan tashqari sayohatlarimiz bor. Sayohatlarimizga mana G'utbog'ga, Urmo bog'iga olib boramiz. Bundan tashqari Qiblatay masjidlariga boramiz, Quba masjidlariga olib boramiz. Ravzaga birinchi o'rinda albatta Ravzaga olib kiramiz. Makka Mukarramaga kelganimizda esa umrani ham o'zimiz uchun 2 marotaba qilamiz. Birinchi umrani Mekotda chegaradan kirishda qilinadi. Ikkinchisini esa oradan 5-6 kun o'tkazib turib, Xoy shahriga olib boramiz. Xoy shahrining sayohatidan keyin ikkinchi marta qayta o'zimizga umra qilamiz. Bir jumani Madina Munavvarada, bir jumani Makka Mukarramada o'qishga. Endi programmamizga tuzib qo'yganman, o'zim tuzgan programmani bir kecha bir Madina Munavvara jumani bir jumani esa Makka Mukarramada o'qiymiz. Bundan tashqari Arafat tog'i, Qibla sayohatlari, barcha shu Arabistonda Makka Mukarramadagi sayohatlarga o'zimiz birgalikdamiz. Sayohatlarni, ibodatlarni, ziyoratlarni hammamiz birgalikda qilamiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Bemalol sizlarni xizmatingizga